Assalomu alaykum bizni kuzatuvchilarimiz. Mana xudo xolasa Andijon viloyati Xo'jaobod rayoniga keldik biz. Arzonchaka doim sizlar bilan mana ko'rib baho berishingiz mumkin. So'killarimiz yana mana eski nima desam bo'ladi, qizil miramir holatda bo'lyapti. Ichkarini ham ko'rishingiz mumkin. Mana fayzli xonadonga xush kelibsizlar. Mana ichkarilar ham to'rt burchak ramka holatda bo'ldi mana. Uyda egasiga o'ta yoqdi. Biz o'ylagandan ham chiroyli qildinglar deb mana bemalol murojaat qila olasizlar. So'killarimiz ko'rib baho beringlar mana. Xudo xohlasa bitmagan holatni ham ko'rsatamiz. Mana so'kilda holatini ko'ringlar. Mana bemalol murojaat qila olasizlar. O'ta go'zal chiqdi. Uyda egasi biz o'ylagandan ham boshqacha so'kilga baho berishinglar mumkin. Eski holatni ko'rsatamiz mana. So'killar o'ta ilon edi mana. Idealniy turibdi. Mana xudo xolasa tepasiga kafel bosadi. Ashuncha yerda ustalarimiz qo'yib qo'ydi mana. Kafeldan keyin bir xilda qilib nolga olib qo'ydik, kesib tashlaydi. Xudo xolasa mana kafellarimiz bor. Ashuncha biz ishondik qilishiga mana kafellarni olib qo'ygan. Xudo xolasa bemalol murojaat qila olasizlar.